Mana bu mramor kroshka. Tashqi fasad. Uyimizni mana bunaqa mramor kroshka qildirsak, necha yil garantiya beriladi? Buni 1 kvadratiga necha pul rasxod ketadi? Ustalarni qayerdan topamiz degan o'rtoqlarimiz uchun Qashqadaryo Yakkabog'da ajoyib xonadonda mehmonmiz. Jarayonni ham to'liq ko'rsatamiz. Qanaqa bu devorga surtilish jarayoni va garantiya, narxlari hammasini tushuntirib o'tamiz. Videodan uzoqlashmaymiz. Uy joyini mana shunaqa qanaqa fasad tanlay olmay yurgan tanishdagi videoni tashlab qo'yaveramiz. Ustiga mana hozir bu devorga qanaqa surtilgan jarayonni realniy ko'zim bilan ko'rdim. Shunday. Bu hamma joyda har xil aytiladi. Endi bizda mramor kroshka dedik, qayerda tosh suvoq. Vodiylarda tosh suvoq, Buxoro, Navoiy temir tortlar dekorativ hamma joyda har xil nomlanadi. Xo'p, bu narsa mana qo'l bilan sezilib turibdi, tosh turibdi. Juda baquvvat, tabiiy tosh. Qancha garantiya? Endi bu garantiya bir paqir toshga 1 ga 1 sement bo'lgandan keyin o'ylab ko'ravering. 30 yil, 40 yil garantiya bor. Viloyatlarga ham chiqaramizmi endi? Nasib chiqaramiz. Kelishsak istalgan viloyatga qilib beramiz istiqbol. Endi boshqa viloyatlarga 130 ming so'mdan kami yo'q. Qashqadaryo territoriyaga mahsulot Qashqadaryodan chiqaramiz shuni hisobiga Qashqadaryoga kelishiladi. Demak, buni aytyapsiz 1 kvadrati hozir hamma mahsulotni o'zingiz olib kelasiz 130 ming so'mdan. 130 ming so'mdan. Aloqaga chiqasizlar, xudo xolasa narxlarda kelishtirilgan holda ishladi. Pastda nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Videoni uy joyi bitib qolgan tanishlarga tashlab qo'yaveramiz.